Assalomu alaykum aziz muxlis. Bu men va Putinning ishi. Zelenskiy hududlar masalasini o'zi hal qilishini aytdi. Ukraina prezidenti Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali saytga kiring, ekraningizda ko'rib turgan promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kirib ko'rgan afzal. Saytga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. Vladimir Zelenskiy hududlar masalasini faqatgina Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan muhokama qilish kerakligini aytdi. Uning aytishicha, hududlar masalasi faqatgina prezidentlar o'rtasida hal bo'ladigan masala. Kiyev delegatsiyasi esa gumanitar masalalarni muhokama qilishi mumkin. Shu sababdan Ukraina yo'qotilgan hududlarini Rossiyaning tarkibiga o'tgan deb tan olishdan bosh tortadi. Mening vazifam hududlar bo'yicha muzokaralar olib borish. Bu masalada men o'z pozitsiyamni faqat Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muhokama qilaman, degan Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukraina muzokaralarida Kiyev delegatsiyasining Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligi masalasi muhokama qilish vakolati yo'q. Prezident shuningdek, Ukrainada yo'qotilgan hududlarni diplomatik yo'l bilan qaytarishga intilishi va buning uchun yetarli xavfsizlik kafolatlari olishini rejalashtirganini aytdi. Intervyu davomida Zelenskiy yaqin orada o't ochishni to'xtatish mumkinligini aytgan, biroq barqaror tinchlik faqat Putin ustidan haqiqiy bosim o'rnatilgandagina amalga oshishini ta'kidlab o'tgan. Xususan, u AQShni Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilishga chaqirgan.